O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Biz sizga eng saralarini taqdim etishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. 28 noyabr O'zgidromet xabar berishicha, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 sm tezlikda esadi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'irchilik kutilmaydi. Shamol sharqda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduz esa 10-15 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'irchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja issiq, ba'zi joylarda 2 daraja sovuq, kunduz esa 13-18 darajada issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 0,5 daraja issiq, kunduzi 13-18 darajada issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja issiq, ba'zi joylarda 2 darajagacha sovuq, kunduzi esa 12-17 darajada issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja issiq, ba'zi joylarda 2 darajagacha sovuq, kunduz esa 10-15 daraja issiq bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, biz sizga eng saralarini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.